Agar farzandingiz aqlli bo'lishini xohlamasangiz, mana shu 3 ta o'yinchoqni hech qachon olib bermang. Chaqaloq 3 oyligigacha aynan oq-qora kontrastni yaxshiroq ko'radi. Bu kartochkalar bolani diqqatini jamlashga yordam beradi. Bu kitobchalar shiqildoq ovozi chaqaloqni eshitish reaksiyasini rivojlantiradi. 0 oylikdan 3 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlar o'yinchoqdan ko'ra kontrast va ovozga ko'proq qiziqadi. Bu kitobchalar juda ham xavfsiz, bemalol yuvib ishlatsanglar ham bo'ladi. Farzandimiz uchun olib berayotgan o'yinchog'imiz shunchaki o'yinchoq emas, rivojlanish vositasi bo'lishi kerak. To'g'ri o'yinchoq tanlash bolani tasavvuri va fikrlashini rivojlantiradi. Sensor o'yinchoqlar esa bolani sensorikasini rivojlantiradi. Shuning uchun o'ynab o'rganish bolalar uchun eng tabiiy ta'lim hisoblanadi. Farzandingizga shu turdagi o'yinchoqlarni olib berganingizda undagi o'zgarishlarni sezishni boshlaysiz. Ya'ni bolani fantaziyasi ochiladi. O'yin o'ynash orqali esa bola ranglar va shakllarni ham bemalol o'rganib oladi. Amirtoy onlayn shop magazini o'z mijozlariga ega. Ularda barcha turdagi o'yinchoqlarni yaxshi narxlarda xarid qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi. Eng asosiysi bu brend ishchilari payg'ambarimiz savdo sunnatlariga asoslanib xizmat ko'rsatishadi.